Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlar, zo'rimsizlar, salomat tinchmisizlar? Bugun men bir ixchamgina, yengilgina bir taom tayyorlamoqchiman. Mana o'zimning uyimda inshaalloh mana shiringina, ixchamgina, tez tayyor bo'ladigan ovqat. Tars nimadan boshlashimiz kerak? İşimizde bismillah. Tak. Nima ovqat? Ixchamgina. Tak, kolbasa olamiz. Tuxum olamiz. O'zimiz uchun bir kishiga yetarli. Kelin uyda yo'q mana. O'zimga o'zim oshpazman. Mana mayimiz. Mana bundan solamiz. Najirdagina qo'y yog'i. Dimma yog'i. Bu bir masa sakin. Perprovalardan ko'ramiz gashtiga. Hali vaqtimiz. Ana endi временni stop qilib turamiz. Yo'q, gazni qo'yamiz. Bismillah. Ana gazimizni yoqdik endi. Skirotgani qo'yamiz. Vatang. Moydan solamiz. Короче, bir o'zimman videoni to'xtatib olishga majburman. Piyoz bilan kartoshka mana buni yoqda qachon solar ekan deb kutib o'tiribdi mana. Mana piyozimiz to'lab qoldi. Moyam qizib ketdi. Shermanda bo'laman. Qasirlat taylaydi mana. Sha ko'p bo'ldi. Endi navbat kolbasaga kartoshka solmaydigan bo'ldim. Piyozimiz qovuryapti. Piyozni yaxshi qovurib olamiz. Akalar, ukalar ko'rib turganlar xullas kim bo'lsa ham. Piyozni yaxshilab qovuramiz. Keyin gashtiga kolbasani so'yberamiz. Keyin yakta tuxum, ixcham tez pishar ovqat. Banka solamiz, ha. Salat banka oddiy. Tuz, все, готов keyin. Tak, perprova. Ana endigina navbat kolbasaga. Kolbasani cho'chiveramiz ustidan. Buni ham biroz qovuramiz. Ana keyin salatni taylaymiz ustidan bostirib. Ko'pini yo'qda. Hozir tushirib qirib taylaysan halqam. Ushlab bir qo'lim bilan qistirayotgan. Qadri baland qadrdonlarim deganda. Ana bo'ldi. Birlashgani ana o ekan. Nasib ekan yer tarafda yer bo'lgan ekan. Yaxshi. Endigina bu tuzga. Ana endigina navbat salatga. Salat faqat o'darib beramiz mana. Ehtiyot bo'lib. Sochib taylamasdan, bankani qirib so'rib taylamasdan salatamiz tugagan ekan. Biram bir shirin ovqat bo'lyapti. Ovqat tayyorlanadi. Ustiga ikkita tuxumni tars taylaysiz. Mana men degan pahlavon yigitni to'ydiradi. Pahlavon yigitni. Men pahlavon degan yigitni
G'irstay qiladi. Kechasi bilan keyin qimillamay uxlaydi. Uyda. Ana endi ikkita tuxum tashlab beraylik. Uyda. Mana bitta aralashtirib, tagini pasaytirib 3 minut mazza qilib bu yerda o'tirib turamiz. Keyin tayyor bo'lib qoladi. Ovqat pishgandan keyin shu tagini 3 minutga mana o'chirib qo'ydik. Shu orada shu 3 minut ichida zaksga tayyorlayman mana. Qatiq. Chakki. Suzma. Hamma yerda aqlaytilar o, qirtdilar. Mana ovqatimiz tayyor. Endi ochayotgan sekin yana. Nima deyapti ekan? Mana. Hil bo'lib pishibdi-yu. Ana endi navbat mana tarelkaga suzib yeyish qoldi. Ana endi ovqatimizni borib astagina paqis urib olamiz. Tak. Bu ovqatni tayyorlash uchun o'z o'pishi 15 minut vaqt ketar ekan. Uyda ixchamgina tez va tayyor bo'ladigan ovqat. Bu ovqatning nomi nima desalaringiz deb beringizlar. Shiringina buludva. Mana yoqimli ishtaha menga. Mana zakasni qo'shiq bo'lyapti. Zakasni. Mana. Bar lekin ayollar qo'l shirin bo'lar, ayollarga teng kelmaymiz. To'g'ri, like bosing. To'xtamang. Yoqimli ishtaha menga. Islamena